Assalomu alaykum hammaga yana bir bora. Bugun sizlar bilan kinder to'qishni o'rganamiz. Kinderlar qaranglar, meniki ancha oldin olingani uchun teshuvlari ham ko'rib turibsizlar, zich, bir-biriga yaqin. Hozirgi kinderlarni teshigi sal uzoqroq bo'lishi mumkin va orasi ochuq bo'lishi mumkin. Hammaniki, lekin to'qilishi bir xil bo'ladi. Hozir menda faqat shu rang ipim bor ekan. Sizlarga o'rgatish uchun shu rangdan to'qiyman. Hamma o'zi xohlagan rangdan to'qisa bo'ladi. Birinchi bo'lib kinderimizni tagini to'qib olamiz. Negaki, chunki kinderni ko'targanimizdan keyin bu qopqog'ini shu ko'targanimiz tagiga moslab kengroq qilib yopilishini qilamiz. O'shaning uchun har doim birinchi bo'lib tagidan to'qib olsak yaxshi bo'ladi. Mana qaranglar. Xohlagan joyingizdan boshlaysizlar. Meniki o'zi bunaqa 2 qavatli ip ekan. Mana o'zi 2 qavat qilib o'ralgan ekan. Boshqa iplarim kichkinaroq bo'lgani uchun faqat shu ipim borligiga sizlarga o'rgatish uchun shu ipdan to'qiyman. Mana qaranglar. Bir xil iplarni hattoki mana shunaqasi ham chiqib turadi ichida. O'shaning uchun hamma o'zida bor ipidan to'qiydi. Kesib tashlayman. O'shaning uchun 2 qavat qilib o'ralgan ekan deb. Mana iplarni 2 qavat qilib olamiz. Mana 2 qavat qilib oldim va to'qishni boshlaymiz. Xohlagan joyimizdan boshlaymiz. Qaranglar, kinderlarni teshigi kattaroq bo'lsa, ko'paytirishi ko'proq qilinadi. Agar teshigi manikiga o'xshagan mayda bo'lsa, ko'paytirish qilish shart emas, o'zi bemalol yetib keladi. Men faqat tepasida bitta mana tuxum qismi mamtada sal ko'paytirish qilaman. Mana bunaqa joyim bo'rtib chiqishini hisobiga. Agar sizlarniki teshigingiz normalniy bo'lsa, 2 qavat ipdan to'qisanglar, ko'paytirish qilmasdan to'qisanglar ham bo'ladi. Qaranglar, bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib kurchoyimni oltisini olgan ekanman. Kurchoyim sig'mayapti. Agar kengroq bundan teshigi kattaroq bo'lsa, kurchoylarni oltida to'qisanglar bo'ladi. Menikiga o'xshagan kichkina teshikli bo'lsa, mana qaranglar, oltim даже kirmayapti. 5,5 yoki 4,5 da to'qisanglar, birinchi qatorini shunaqada to'qib chiqarib olamiz. Men hozir kurchoni alishtiraman. O'z aslida 6 da to'qish kerak. Mana meniki kirmagan hisobiga hozir bu teshiklariga 4,5 kurch olib chiqaman va to'qishni boshlaymiz. 2 qavat ipdan to'qiymiz.